tavba qilgan kishi kelib aytdiki, men Shavvolning oyini ko'rdim, ertaga hayit bo'ladi, hayitning oyini ko'rdim deb keldi. Guvohlikka qabul qilinar ekanmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muxtasarul Quduri 228-sahifa. 5-darsimiz bo'ladi. Inshaalloh taala videoga ko'ra ovoz hisobida 3-dars bo'ladi, lekin biz bundan bo'yog'iga darslarimizni 20-30 daqiqa atrofida qilamiz xolos va darsimiz tartibi inshaalloh taala shu video asosida bo'ladi. Ya'ni MP3 dan ovozli shakldan ishlayotganlar 3-4-dars qani ekan degan bir xayolga kelishmasin. Yozib ham qo'ydim mana. Unda boshladik. Muxtasarul Quduri 228-sahifa, 3-bahs. Nisabu shahadati hilali Ramazon. Ramazon hiloli shahodati nisobi. Bu nima degani? Ramazonni necha kishi ko'rdi? Ramazon oyini necha kishi ko'rdi? Aytaylik, bir kishi ko'rsa, o'sha bir kishining ko'rgani e'tiborga olinadimi? Yoki ikki kishi ko'rsa, ikki kishining ko'rgani e'tiborga olinadimi yoki olinmaydimi? Mana shu haqida. Va idza kana fi as-sama'i 'illatun qabila al-imamu shahadata al-wahid al-'adl fi ru'yati al-hilal. Rajulan kana aw imra'atan, hurran kana aw 'abdan. Osmonda bir illat bo'lsa, ya'ni yoki bulut bor, yoki tuman bor, yoki chang bor. Shunga o'xshagan narsa osmonni qoplab olgan. Qabila al-imamu shahadati al-wahid al-'adl. Imom hilolni ko'rish borasida adolatli bo'lgan bir kishiningina shahodatini, guvohligini qabul qiladi. Erkak kishi bo'lsin yoki ayol kishi, hur bo'lsin yoki qul bo'lsin, farqi yo'q. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadisga ko'ra, Ramazonning hilolini ko'rish borasida bir kishining guvohligini u kishi qabul qilganlar. Bu rivoyat bizga 4 sunan sohibi, Imom Abu Dovud, Imom Nasoiy, Imom Termiziy va Imom Ibn Mojalarning sunanlarida kelgan. Boshqa kitoblarda ham zikr qilingan. Endi shu yerda bir tafsilotga to'xtalib o'tamiz. Erkak kishi bo'lsin yoki ayol kishi bo'lsin, farqi yo'q deyilyapti. Ikkinchi raqamli hoshiyada tafsilot bor. Va itlaqu hadha al-kalam yatanawalu al-mahduda fil qazfi idza taba. Va huwa zohiru rivoya. Bir kishi bir tuhmat qilgan bo'ldi. Tuhmat qilgan insonning shahodati ikkinchi marta qabul qilinmaydi. Misol uchun siz aytdingizki, falonchi zinokordir dedingiz. Hujjatingiz bormi? 4 kishi o'shani shundoq ish qilayotganini ko'rdik deb guvohlik berdimi? Yo'q guvohingiz. Siz birovni haqqiga tuhmat qilgan bo'lasiz. Ikkinchi sizning guvohligingiz qabul qilinmaydi. Lekin bu oy masalasida, ru'yati hilol masalasida qandoq bo'ladi? Agar u bu guvohligidan tavba qilgan bo'lsa, endi uning guvohligi qabul qilinaveradi. Mana shu Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan rivoyat qilingan qavl shu. Mana shu zohirur rivoya deganning ma'nosi. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan u kishining shogirdlari Imom Muhammad naql qilgan fatvolar bor. 6 ta kitob bor. Shu 6 ta kitobdan bittasi zikr qilingan bo'lsa, uni zohirur rivoya deyiladi. Li'annahu xabarun, chunki u xabardir. Va fi al-Khujandida bo'lsa, shahadatul mahdudi fil qazfi yuqbalu fi hilali Ramazon. Va la yuqbalu fi hilali al-fitr wal adha. Xujandi rahmatullohi alayhi buni tafsilotini bayon qilishyapti. Xujandi kim? Xujandi Begoboddan o'tganingizda vodiyga, Farg'onaga ketayotganingizda o'rtada Tojikistonning bir shahari bor, bilasiz-a? Ana o'sha yerni Xojand deydi. O'zi aslida kitoblarda xodan keyin vov bilan keladi, Xojandi. Lekin bu yerda vov zikr qilinmabdi. Ramazonning oyi borasida tuhmatdan tavba qilgan kishining guvohligi qabul qilinadi. Ammo hayitning oyi borasida uning guvohligi qabul qilinmaydi. 29-Ramazon kuni. Ertaga 30 bo'lish kerak edi. Tavba qilgan kishi kelib aytdiki, men Shavvolning oyini ko'rdim, ertaga hayit bo'ladi, hayitning oyini ko'rdim deb keldi. Guvohligi qabul qilinar ekanmi? Xojandi rahmatullohi alayh guvohligi qabul qilinmaydi deyishyapti. Tushunardingmi? U Qurbon hayitda ham xuddi shundoq. Li'annahu mawdi'ut tuhma. Chunki bu yerda tuhmatning o'rni bor. Qanaqasiga? U inson shundoq gunoh qilgan edi deb tuhmat qilganda birovga. Hali ham bor, mana shu o'rni bor. Wala yushtaratu fi hadhihi ash-shahadati lafzu ash-shahada. Kitobdan qarayotganlar mawdi'ut tuhman ro'parasiga bitta so'roq ishoratini qo'yib beraylik. Bo'ptimi? Buni tafsilotiga to'xtalamiz. Alloh muvaffaq qilsin. Guvohlik borasida guvohlik so'zi shart qilinmaydi. Lafzu ash-shahada men guvoh bo'laman deb aytish shart emas. Hokimning hukmi ham shart emas.
balki adolat kifoya qiladi. Bundan boshqa narsa emas. Ya'ni oy ko'rish masalasida shart bitta xolos ekan. Nima ekan? Adolat. Odil bo'lish kerak. Odil nima degani? Ha, siz deganimi? Bitta manmi odil? Yo'q, har biringiz odilsiz. Alloh taolo menga ham sizdek odil bo'lish nasib qilsin. Odil degani, adolatli degani, gunoh kabira qilmaydi, gunoh kabiradan uzoq turadi, gunoh sag'iralarda bardavom bo'lmaydi degani. Ba'zida gunoh sag'ira sodir bo'lsa ham adolat tushmaydi. Lekin doim gunoh kabirani qilaveradigan bo'lsa, bu adolatli hisoblanmaydi. Tushundingiz-a? Li'annahu amrun diniyun fa ashbaha al-ikhbara. Oyni ko'rish masalasi diniy ishga o'xshaydi. Diniy ishda xabar kifoya qiladi. Shu sababdan bergan xabari yetadi. Endi sizlarga bir oltin qoidani tushuntirib o'tsam, mana shu tushuntirish bilan o'zi darsimizga yakun yasashligimiz ham mumkin. Mayli, ikkinchi satrni o'qib qo'yaylik. Navbatdagi satrni keyin tushuntirib beraman, vaqtimiz shuni kifoya qiladigan bo'lsa. Fa illam yakun fi samai illatun. Osmonda bir illat, bulut yoki changga o'xshagan narsa bo'lmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Fa illam yakun fi samai illatun lam taqbal ash-shahadatu hatta yarahu jam'un kathirun yaqa'u al-ilmu bi khabarihim. Agar osmonda bir illat bo'lmasa, bulut, tuman, chang shunga o'xshagan narsa to'smagan bo'lsa, shar'iy ilm hosil bo'ladigan darajada juda ko'pchilik ko'rmaguncha guvohligiga qabul qilinmaydi. Tarjima tushunarlimi? Osmon ochiq, bulut bormi? Chang bormi? Ikkalasi ham yo'q. Ya'ni ko'raman desangiz, siz bilan oyni to'sib turadigan bir to'siq yo'q. Shundoq holatda hukm nima bo'ladi? Shunchalik ko'p insonlar ko'rsinki, juda ham ko'p insonlar ko'rsinki, ilm hosil bo'lsin. Boshqa insonlar haqiqatda oy ko'rilibdi degan darajada ularda ishonch hosil bo'lsin. Boshqa insonlar bo'lsa, yo oy ko'rinmabdi deb inkor qiladigan darajada bo'lmasin. Ular inkor qila olmasin. Ularni qilgan inkori ham inkorga o'tmasin. Mana shuni yaqa'ul ilmu bi khabarihim deydi yoki al-ilmu shar'iy deydi. O'zi ilmi shar'iy nima degani? Xabar nima degani? Xabar degani zonni g'olib degani. Zonni g'olib. Zonni g'olibga ham to'xtaymiz inshaalloh. Esdan chiqmasin, eslatasiz. Shundagina shu ko'pchilikning guvohligiga qabul qilinadi. Agar bir kishi kelib turib, hamma ko'ra oladigan darajada osmon ochiq, hech qanaqa muammo yo'q. Lekin bir kishi kelib turib aytayaptiki, oyni ko'rdim deyapti. Qolgan hech kim ko'rgan yo'q. Nima bo'ladi? Qabul qilinmaydi. 3-raqamli hoshiyaga tushamiz. Jam'un kathirun لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط. Chunki birgina insonni oyni ko'rdim deyishi bu holatda xatoni ehtimolini tug'diradi. Nimaga? Qolgan insonlar ham ko'rishi mumkin edi, lekin ular ko'rmadi. Bir kishi ko'rdim deb kelyapti, bu yerda xato ehtimoli bor. Xato ehtimoli bo'lgan joyda e'tibor bo'lmaydi. Bi khilafi ma idza kana ghaymun. Ammo osmonda bir oyni to'sib turadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, bu unga teskari, bunga xilofdir. Chunki bir kishi ko'rish ehtimoli bor u yerda. Bir kishi xato qilish ehtimoli yo'q. Qanaqasiga? Li'annahu qad yanshaqqu al-ghaymu an mawdi'il hilali fayattafiqu lil-wahidi an-nazaru. Chunki osmonda bir to'siq bo'lganda, u bulutlar ochilib, oy juda ham oz vaqt uchun ko'rinib, yana bulutlar to'silishi mumkin. Mana shu ochilgan vaqtda faqatgina bir kishining ko'zi tushib qolgan bo'lishi bor. Shu sababdan bir kishining ko'rishi e'tiborga olinadi. Jam'un kathirun haqida zohir rivoyatda ma'lum bir miqdor belgilanmagan, lam yuqaddar fihi taqdirun. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi aytadilarki, 50 rajulan. Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan 50 kishi degan naql bor. Taqsimga o'xshab. Qisamatuni tepasiga so'roq-shora qo'yib qo'yinglar. Waqila aktharu ahli al-mahalla. Boshqa bir rivoyatda bo'lsa, yo'q, mahalla ahlining aksari bo'lsin deyilyapti. Mahallada qancha inson bor? Aytaylik 100 kishi bo'lsa, shu 50 kishidan ko'p bo'lsin. Agar 200 kishi yashaydigan bo'lsa, u mahallada
200 kishi bo'lsa, unda qancha bo'ladi? 100 kishidan ko'p bo'lish kerak deyilyapti. Kazafil hidoya, hidoyada shundoq naql qilingan. Aytiladiki, har bir masjidda hech bo'lmasam 1 yoki 2 kishi bo'lsin deyapti. Lekin to'g'risi nima? Was-sahih annahu mufawwadun ila ra'yil imami min g'ayri taqdirin bi'adadin. To'g'ri bo'lgani shuki, imomning, muftiyning, qozining ijtihodiga taqdim qilinadi. Ijtihodiga havola qilinadi. O'sha mas'ul bo'lgan kishi oy ko'rildi hisob desa ko'riladi. Mas'ul bo'lgan kishiga oy ko'rilgan hisob bo'lmaysa, ko'rilgan hisob bo'lmaydi. Vaqtini ham o'qib qo'yaylik. Va vaqtu sawmi min hayni tulu'il fajr ath-thani ila ghurubi ash-shamsi. Ro'zaning vaqti quyoshning chiqishidan quyoshning botishigacha. Fajrning chiqishidan quyoshning botishigacha. Biz adashmasam bundan oldingi bir darsimizda quyoshning chiqishi dedikda xato o'qibmiz. U yerda quyoshning emas, bomdodning chiqishi. Tushunarlimi? Eslaysizlarmi o'sha xatoyimizni? Chunki agar quyoshning chiqishi desak, quyoshning tug'ishi desak, unda bomdod namozining qazo vaqtiga to'g'ri keladi. Biz bomdod vaqtining qazo vaqtigacha cho'zilishi xatoligini ifoda qilgandik u yerda. Fajrni biz shams deb o'qiganimizning xatosi. Mana bu yerda to'g'ri ekan. Aytamizki, bomdodning tug'ishi, bomdodning kirishidan boshlanadi. Nima boshlanadi? Ro'zaning vaqti. Qanaqasiga? Bomdod mana soatimiz bo'yicha, misol uchun, taqvimda belgilangan vaqt bo'yicha soat 5 da bomdod vaqti kiryapti. Misol uchun bu. Misol uchun aytayapman. Soat 5 da kiryapti, bomdod vaqti. Ana o'sha soat 5 gacha saharlik vaqti bo'ladi. 5:00 deyilgan bo'lsa, o'sha 5:00 dan ro'za vaqti boshlanadi. Mana shu bomdodning tug'ishi, tulu'un chiqmoq, quyoshga nisbatan chiqmoq yoki tug'moq deb aytiladi. Yoki bomdod vaqtining kirishi desak yana ham chiroyli bo'ladi. Endi quyoshning botishigacha. Quyosh botdi degani shom namozi bo'ldi degani. Kalendarda beriladi. Lekin har qanaqangi holatda ham bitta narsa bor. Kalendarda 5:00 deb berilgan bo'lsa, 5:00 gacha tirab turib olmang. 2-3-4 minut oldin to'xtang. Ehtiyot mana shunda. Lekin ehtiyot qilaman deb 20 minut, 30 minut oldin og'zingizni yopib olmang. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari saharlikni kechiktirishdi. Iftorlikni bo'lsa erta qilishdi. Iftorlikka azon aytildimi? Ana unda oching. Kalendarga emas. Chunki ba'zan soatingizga ishonasiz, soatingiz xato qilishi mumkin. To'g'rimi? Mana shu xatoga aldanib qolmaylik. Eng chiroylisi azonga quloq tutaylik. Ha, endi azon aytilib qolindi. Azon aytildi. Unda nima qilinadi? Azon aytilayotganda og'zimizda ovqat bor edi, saharlik qilayotganimizda. Shuni yutib olay deymizmi? Yo'q. Yuta olmaymiz. As-sawmu ta'rifini ham o'qiymiz. 4-raqamli hoshiyani ko'raylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ila al-layli deb marhamat qilgan. Lianna waqtahu an-nahar. Chunki ro'zaning vaqti kunduzdir. Wan-nahar ma bayna hadayn al-waqtayn. Kunduz bo'lsa, mana shu ikkita vaqtning orasida. Demak, ro'zaning vaqti mana shu ikkita vaqtning orasida degani. Ro'za o'zi nima degani? 5-bahsimiz ro'zaning ta'rifi haqida. Was-sawmu huwa al-imsaku 'anil akli wash-shurbi wal-jima'i naharan ma'a niyyati. Ro'za yeyishdan, ichishdan, yaqinlik qilishdan kunduzida niyat bilan birga yo'q, yeyishdan, ichishdan, yaqinlik qilishdan saqlanib turishdir. Tiyilib turishdir. Ro'za nima ekan? Tiyilib turish. Nimadan? Yeyishdan, ichishdan va yaqinlik qilishdan. Qachon? Naharon, kunduzi. Niyatsizmi? Yo'q, ma'an niyyati. O'zi birinchi darsimizda eslasalaring, ro'za haqida juda ham chiroyli ta'rif berishgan edi. Ikkita shahvatdan tiyilish deyilgandi. Birinchi shahvat nima edi? Qorin shahvati. Ikkinchi shahvat nima edi?
farji, uyat yer shahvati. Qorin shahvati yeyish ichish bilan bo'ladi. Uyat yerniki bo'lsa, yaqinlik qilish bilan. Mana shu ikkalasidan saqlanib turish. Maxsus insondan, maxsus kishi tomonidan bo'lish kerak edi. U nima? Maxsus kishi ayollarga xos bo'lgan masala. Uzrdan xoli bo'lsin. Nifosdan va hayzdan xoli bo'lsin degan. Maxsus vaqtda deyilgandi. Maxsus vaqt qaysi? Bomdod vaqti kirishidan shom vaqti kirguncha bo'lgan vaqtda. Va maxsus sifat bilan deyilgandi. Maxsus sifat nima edi? Maxsus sifat kim eslay oladi? Siz esladingizmi? Esladingizmi? O'zi eshitdingizmi maxsus sifat degan gapimizni? Eshitdingizmi? Maxsus sifat degani niyat bilan birga. Eslasangiz, agar inson hushidan ketib qoldi, hushida emas. Bir kun ikkinchi narsa yemasdan yotdi. Ro'za hisoblanadimi? Yoki bo'lmasam oz yeyman dedi, ozish niyatida. Ro'za emas, ozish niyatida hech narsa yemasdan ichmasdan yotibdi mana. Ro'za hisoblanadimi? Ro'za hisoblanmaydi. Demak, maxsus sifat bilan degani o'sha niyat bilan bo'lish kerak. Bitta ikkita bahs bor. Birinchisi, was-sawmu huval-imsaku. Wa huwa haddu as-sawmi. Mana shu ro'zaning ta'rifi hisoblanadi. Fa in qulta al-haddu tantaqidu tardan wa aksan, amma tardan fa fi akli an-nasi wa jima'ihi wa in sama wa in sawmahu baqin wal-imsaku fa'itun. Wa amma aksan fa fi al-ha'id wan-nifasi fa inna al-imsaka mawjudun was-sawmu fa'itun. Endi bir narsa bor. Ro'za eniga ham bo'yiga ham ro'za bo'lish kerak-ku deyishyapti. Eniga ham bo'yiga ham. Birinchisi. Eniga nima degani desa, esidan chiqib birorta yeb qo'ysa, ichib qo'ysa. Esidan chiqib qoldi. Yedi, ichdi. U ro'zador hisoblanaveradimi? Hisoblanadi. Lekin bu yerda ro'zaning ziddi hosil bo'ldi. Yeb qo'ydi, ichib qo'ydi. Ro'zada yemaslik, ichmaslik kerak deyildi. Yaqinlik qilmaslik kerak deyildi. Lekin inson esidan chiqib yeb, ichib yoki yaqinlik qilib qo'ysa ham ro'zador hisoblanadi deyishdi. U esidan chiqib yaqinlik qilish haqida tafsilot bor. Ba'zi ulamolar ro'zador hisoblanmaydi deyshadi. Nimaga? Odam ro'zador bo'lib turib yaqinlik qilib yorish bu ehtimoldan uzoq deyshadi. O'zi ro'zador bo'lsa ham kamida xotini ro'zasiz deb beradi. Yoki xotini bostirib ketsa, astag'firulloh, ro'zamiz deydi. To'g'rimi? Endi aksi jihatdan bo'lsa, odam ayol kishi hayz holatda, nifos holatda. Hayz nifos holatda bo'lib turib, hech narsa yemasa, ichmasa ro'zador hisoblanishi kerak-ku. Ro'zani niyat qildi, yemayapti, ichmayapti, yaqinlik qilmayapti. Lekin o'sha ayolning nimasi bor? Uzrli holati bor. Ro'zador hisoblanishi kerak. Lekin bu nimaga ro'zador hisoblamayapsiz degan e'tiroz bo'ladi. Qulna la nusallim bi anna al-imsaka ma'dum fi حق الناس لأن الإمساك الشرعي موجود في أكل الناس لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله تعالى حيث قال إن الله أطعمه وسقاه فيكون الفعل معدوما من العبد وهو الأكل فلا ينعدم الإمساك وأما الجواب الحائض إن aytishyaptiki ro'zador unutib esidan chiqib yeb ichib qo'ygan bo'lsa, u hali ham ro'zador hisoblanadi. Uni ro'zasi yo'q deb hisoblanmaydi. Chunki uning yeyishi, uni ichishi Alloh taologa nisbat qilingan. Shorining o'zi Alloh taoloning o'zi tomonidan yeyilganligini ifoda qilgan. Uzr, Alloh taoloning o'zi u yeb qo'ygan, ichib qo'ygan insonni Alloh taoloning o'zi yedirganini, Alloh taoloning o'zi ichtirganini ifoda qilgan. Biroz oldingi jumlam xato bo'ldi. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilarki, shu bilmasdan yeb qo'ygan, ichib qo'ygan kishi haqida fa innalloha at'amahu va saqahu deydilar. Alloh taolo uni yediribdi, Alloh taolo uni ichiribdi deydilar. Fa yakunul fi'lu, endi Alloh taolo uni yediribdimi, Alloh taolo uni ichiribdimi, o'zi aslida u hech narsa yemagandek bo'ldi. Fa yakunul fi'lu ma'duman min al-'abdi. Yeyish, ichish yo'q bo'lgandan keyin u ro'zador hisoblanaveradi. Endi yemasdan, ichmasdan ro'zani niyat qilgan hayzli ayol, nifosli ayol nega ro'zador hisoblanmaydi? Mana shu savolga javob. Wa amma al-javob fi al-ha'id faqat qalu yanbaghi an yuzada fi al-hadd bi an yuqal bi izni ash-shar'i. Chunki bu yerda shariatning izni yo'q.
Shariatning izni nima? Agar uzring bo'lmasa, hayzing bo'lmasa izn beriladi. Bo'lmasam izn berilmaydigan narsa bor. Mana shunga ko'ra bu ro'zador hisoblanmaydi. Bu ayol ro'zador hisoblanmaydi. Niyat bilan birga deyildi. لأن الصوم في الحقيقة اللغة في حقيقة اللغة هو الإمساك مطلقا. O'zi as-sawm degani mutlaqo tiyilib turishga aytiladi. Va in kana fi sa'atin, ozgina muhlat tiyilib tursa ham unga ro'za deyiladi. Hech narsa yemayman dedingiz. 1 soat yemasdan turdingiz. Mana shu nima? Ro'za hisoblanadi. Lug'atda, slovarni lug'atni ochsangiz mana shunga ro'za deyiladi. Li wurudil isti'mal, li'anna illa annahu zida alayhi an-niyati fi ash-shar'i liyatayammaz biha al-'adatu min al-ibadati. Endi shariat unga niyatni ham qo'shib qo'ydi. Nega qo'shdi? Agar niyatni qo'shmaydigan bo'lsa, lug'atdagi, odatdagi ro'za bilan shariatdagi ro'zaning orasida farq qolmaydi. Inson hech narsani yemasdan o'tiradigan, ichmasdan o'tiradigan bo'lsa, niyat qilmasdan lug'atga ko'ra u ham ro'za hisoblanardi. Endi niyatni qo'shildiki, u shariatdagi ro'za bo'lsin deb. Tushunarliki? Mana shu yerda darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi darsimiz inshaalloh shoshmay turing. Keyingi darsimiz 229-sayfadan bo'ladi 6-darsimiz. Lekin darsimizga yakun yasashdan oldin bir narsani aytib berishim kerak. Fuqaholarimiz bir masalani hujjatini 3 xil tarzda bayon qilishadi. Nech xil tarzda ekan? 3 xil tarzda. Birinchisi nas bilan. Nas degani matn degani lug'atda. Bu nima degani? Qur'on sunnat bilan. Ijmo ham kirib ketadi. Chunki o'zi aslida ijmo Qur'on bilan sunnat bilan sobit. Tushunarligi? Buni yegan ichgan inson ro'zasi buzilmaydi. Dalil Rasululloh aytganlar. Tamom assalom. Bu birinchisi. Ikkinchisi mantiqiy usul bilan. Mantiqiy usul nima degani? Mantiqda ikkita usul bor xolos, bir narsani isbot qilish uchun. Birinchisi A teng B, B teng C. Demakki A teng C. X teng Y, Y teng Z. Demak X teng Z degani. Mana shu usul juda ham oddiy. Mantiqiy usulning birinchisi. Ikkinchisi A B ga teng bo'lganda edi, B C ga teng bo'lardi. B C ga teng bo'lmadi, demakki A B ga teng emas degan. Matematika o'qimaganlar bormi ichimizda? Matematikadan nafratlanadigan bormi? Bormi nafratlanadigan? Nima qo'rqib qo'lingizni ko'taryapsiz? Yana masa. Matematika hammasidan nafratlanmas ekan. Ya'ni qarz olish, qarzda soqqali joyga kelganda, hop. Matematikani o'qimagan taqdiringizda ham juda ham oson bu. Nihoyatda oson. A teng B teng C. Demak A teng nima deyman? Qani Abdulloh. Misol uchun. Abdulloh Abdurahmon Ubaydulloh. Abdulloh Ubaydullohga teng. Abdulloh Ubaydullohga do'st. Abdulloh Abdurahmonga do'st. Abdurahmon Ubaydullohga do'st. Demakki Abdulloh Ubaydullohga do'st. Yoki Abdulloh Abdurahmonga teng, Abdurahmon Ubaydullohga teng. Demakki Abdulloh Ubaydullohga teng. Boshqa misol. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul. Abdulloh Ubaydullohga teng bo'lsa edi, Abdulloh Abdurahmonga teng bo'lsa edi, Abdurahmon Ubaydullohga teng bo'lardi. Abdurahmon Ubaydullohga teng bo'lardi. Abdulloh Ubaydullohga teng emasmi? Demakki Abdulloh Abdurahmonga teng emasmi? Demakki Abdurahmon Ubaydullohga teng emas degan. Juda ham oson. Haligi oyat. Nima edi? Law kana fihi ma alihatun illa Allah. Nima edi? Lafasadatal ardu. Davomi oyatda. Tavba qildimi? Qanaqa orqalayni xatm qilamiz. Agar yer yuzida, oyatning ma'nosi, agar yer yuzida Allohdan boshqa bir iloh bo'lganda edi, fasodga to'lardi. Nima degani? Alloh taolo quyosh chiqsin deyapti, boshqa iloh jo'ya chiqmasin deyapti. Alloh u bo'lsin deyapti, u bo'lmasin deyapti, boshqa iloh bo'lsin deyapti. Yer yuzi nimaga to'lardi? Fasodga. Yer yuzi fasodga to'lmadimi? Demakki, iloh bitta. Qanaqasi fasodga to'ladi? Aytayapsizki, futbolni qo'y deyapsiz. Xotin yo'q, ko'samni ko'raman deyapti. Nima bo'ladi?
urush bo'ladida. Yoki masalan bo'pti xotin deysiz. Bu qaysi usul bo'ldi? Mantiqiy usulda ikkinchisi. Fuqaholarimiz mana shu ikkinchi usul bilan yo bu usul bilan yo bu usul bilan qilishadi. Qur'on sunnat kelmagan bo'lsa, mana shu usul bilan qilishadi. Uchinchi yo'l nima fuqaholarimizda? Illat, qiyos. Illat qanaqa? Illat bo'lsa hukm bor, illat bo'lmasa hukm yo'q. Alloh taolo xamirni harom qildi. Alloh taolo nega xamirni harom qildi? Sababi u insonni mast qiladi. Demak, nimaiki narsadan xamirning harom bo'lishining sababi nima ekan? Illati nima ekan? Mast qilish. Nimaiki narsadan mast qilishlik bo'lsa, u ham nima bo'ladi? Harom bo'ladi. Misol, geroin harommi, halolmi? Harom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida yo'q edi. Oyat bormi? Hadis bormi? Sahobalarning ijmolari bormi? Unda nimaga harom deyapmiz? Uchinchisi. Chunki xamirni harom bo'lishiga illat bo'lgan narsa unda ham bor. Tushunarligi? Nasha harommi, harom emasmi? Harom. Nega? Chunki mast qiladigan narsa bor unda. Oq choy, qahva harommi, harom emasmi? Harom emas. Nimaga? Chunki mast qiladigan narsa yo'q. Mana shunday. Illat yo'q. Illat bo'lsa hukm bo'ladi. Illat bo'lmasa hukm bo'lmaydi degani. Qancha qoldi darsimiz tugashiga? Kameraga qarang. 1 daqiqa bor. Bu yerda 2 raqamlik hoshiyamizdagi illat bor-ku. Li'annahu amrun diniyun. Qaranglar, 2 raqamli hoshiyaning oxiri. Li'annahu amrun diniyun fa ashbaha al-ikhbar. Qaranglar. Oyni ko'rish diniy ishdir. Diniy ish xabar bilan sobit bo'ladi. Demak, oyni ko'rish xabar bilan sobit bo'ladi. O'rtani tashlab yuborasizlar. A teng B, B teng C. B la tashlab yuborsangiz nima bo'ladi? A teng C. Amrun diniyun tashlab yuborsangiz nima bo'ladi? Hukm chiqadi. Oyni ko'rish xabar bilan sobit bo'ladi. Keyingi darsimiz 229-sahifadan bo'ladi. 6-darsimiz. Vallohu a'lam.